Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan Mr. Gaming va men o'sha Mardonbek. Bugungi videoda sizlar bilan Dream League Soccer 2026 o'yinini o'ynab maza qildim qilamiz. Do'stlar, o'tgan o'yinda men o'tgan videoda sizlarga Dream League Soccer akkauntimni ma'lum qilgandim. Bu videoda esa mana Sabitiyani yutishga harakat qilamiz. Do'stlar, videoga albatta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Nima taktika tuzaganimizni moslab o'zi boshlasak ham bo'ladi. Vinicius 2785 bunaqasi yaxshilandi, lekin bu sal pastroq ekan. Pasi yaxshi, tezlanish tezligi zo'r. Bunaqa finish etmani mashq turgan ekan. Qachon ketar ekan bu? Ertaga ketar ekan olasa. Videoga albatta like bosinglar. Bu o'yinni boshladik bo'lsa, ketdi. Odam bormi ekan o'zi? 19 ochko to'plab qo'ydim sizlardan oldin. Videoga tushmasdan oldin 19 ochko o'ynab nima deydi, o'ynab qo'ygan edim. Agar videoda ozgina bir ikki qochishlar bo'lsa, men bor uzr so'rayman. Bavariyaga qarshi, Bavariya. Mana qochishlar bo'ladigan bo'lsa, uzr so'rayman do'stlar. Ketma. Gol etdi mana achaga. Yetgan 100 tani. Gapni to'xtatib olamiz. Qo'lni o'tib to'pish kerak. Qo'lni to'pish kerak dedim. O'z gapirib turgan edim. Gapim o'zlarim mana shu video payt keyin shu hayajonlanib o'zim xatoyim. O'zimga qimmatga tushmasa bo'lmaydi. Chiqmadimi? Suratdan. Qo'lni yo'q, bo'y bilan bo'y. Hop. Böyle biratan endi ko'rasiz. Videoni endi ko'rsataman. Qanday o'ynashni. Böyle hop deymiz böyle. Shu jahlim chiqardimi? Jahlim chiqarib shu to'g'ri. Buni suratini nima Ajal bilan yozibdi, ajal bilan. Videoga like bosinglar, keyin videolarda nima gapirmasligim kerakmi videoda? Ketib qo'ydim. Jahl chiqqan mana shunday qaraydi. Bu safar o'tkazaman men. Shuni kamera bo'lgan paytlar rosa o'tkazib do'stlar. Kamera bo'lmagan payt 19 ochko to'pladim. Hozir o'shidim, hozir to'plab, hozir 18. Ichida 19 ochko to'pladim. Ketdik. Bas. Hayajonlanmasa-da, o'yinchilar. Asabiylashib ketyapman, ma'lum. Xo'pgina. Nimaga o'yinchi olmashyapti? Videomiz xulosasi FIFA haqida bo'ladi. FIFAni akkauntini o'rnatdim. Hadi ko'rib o'ynamang indalasiz. Tasavvur qilib Televizyon tasavvurlar qildim. Çalıştırıp gidiyoruz. Bunu burada. Kim bu? Yep. Yeah. Böyle yapmazsa hemen oyunu tüketemiz. Yapmazsa oyunu tüketemem. Böylese bu mutluluğum.
Unuttum, mana shu bo'ladi. Farruxbek o'zi yaxshi o'ynar ekanda bu. Uzr do'stlar, yutqazganim uchun ming bor uzr so'rayman. Güzel desaylı. Kapkara bir bunların küçük tifak osmanlı tifak oynuyor. Osmanlı tifak. Yeni böyle Hollanda gibi yeni bir malı başlıyor. Ama bilgenim yok ama ne? Ben uçuyorlar kamerayla. Tabii bu. Şimdi pozisyonu zaten yapsam alışsın ya. Pozisyon koyayım. Böyle kolayın. Rattan işte. Bu dingiz mi? Çek oturtma. Hausun adam bir de tutuyor. Hausun var. Siz mi tuttuk Hausun ne? Hausun siz mi tuttuk? Doğrusu. Ne diyeceğim ya? Türkiye. Orenden. Hadi. Aş keyin videoda kazanacağım ama olamam. Tamam, çok iyi. Kazanacağım ama. Keyin yönetim. Keyin yönetim yönetim. Bakın kazanacağım. Bence o videoları bir uçağım. Çok uzun. Van de Gabriel. Kaç beş attı? Tamam. Güzel. Şimdi göreceğim. Video saat kızış gibi mi? Zaten ançeden beri oyun oldu. Sanki tut dolar ne? Real gel. Kızış videosu belli. Bu videomu sonra yapmışlar. Şeyini böyle. Kızış videomu olacak. İşte böyle yapmışlar. Sadece kızılık buraya dünyara almış. Kızış videosu benim uçtum ben. Çok büyüktü tabii ki. Bavarya'nın anti-şampiyonu. Çünkü oyun yapıyorum ki. Yani bu videoyu tamam. Sen üst durama reklam böyle çünkü. Reklamın nasıl götürdük? Oldu. Şöyle tarkib zonunda. Nasıl olacak? Hareket kılamam. Oxirgisida o'yinchini ham olishga harakat qilamiz. Balanslashtirsak. Mana. Nima edi? Shortslarimni ham ko'rib bo'ldi. Yaxshi shortslar chiqardim. Like bosib o'tib ketishi. Shuncha harakat qilsam sizlar nimaga men like bosmayapsizlar? Ivani diskga tushdim ham. Qasamchi qo'ydim aytdim. Qasamchi qo'ydi. Tushirish kerak. Shart biz uchun. Qo'ydim. Hammaga qarab qo'ydim. 5'ün 53 diyelim. Yaxshi. O'tmay tursang, yutamsan. Voy. Voy. O'ynatdim o'zi, nima qildim? Sardan o'tolmaysan. Vinicius, to'xta. Qolib yo'q. Yopish kerak nima narsa? Esperando Palmerjon. Tiroteio, yaxshi. Sarni o'tmaydi. Bas. Qanaqa pas bu? Palmerjon. Düşelim. Van Dijk qanaqa o'tsam bilaman Van Dijkdan. Mbappé'ni bemalol o'tadi.
Adamlar sizi tutuştu. Bu oyun qilyapti bu o'yinchi. Bu o'yin qilib o'ynayapti tabii. Ko'rsana. Boshga. Ma. Qasam uchratdimmi? Gol urish mana shunaqa bo'ladi. Do'stlar, menimcha men ochko yutishdan oldin videoyim umuman uzoq bo'lib ketmasligi kerak. Hozir ishim bor, chunki ketishim kerak. Shuning uchun mana shu o'yinni o'zim chempion bo'lib turib tugatib qo'yaman. Chempion tugatib qo'yaman o'zim. Videoni agent ochayotganini ko'rasizlar sizlar. Tamom, boshladik. Mana do'stlar, qani ham yutib oldik. 28 ochko to'plab qoldik. Bunaqa yutguncha ko'rishguncha. Do'stlar, videoda gapirgan reklama bo'lib qoldi. Mana 28 ochkoni ham oldik. Fitness coachni ham oldik. Qani ham oldik hozir. Mushugim kelib qoldi do'stlar. Hozir men buni to'g'risidan beraylik bo'lsa. Bo'lib qoladi. Zo'r yutdimda full tarkib 2-1 ga. Men bonusni ham olamiz. Va fitness coach berib qo'yamiz. Kimga tushar bilasizlar? Va. Da, anaqa tushdi. Bruno Gimaraes bilan 82lik. Endi ketma-ket 3 g'alaba, xo'p 28 ochko, 36 ochko to'plab dinamik agent olishga harakat qilamiz. Do'stlar, videoni oxirida gaplashamiz. Do'stlar, mana 34 ochko yutdim. Agar hozir yana bitta o'yin yutadigan bo'lsam, xohlasa 36 ochko bo'lib 415 ming pul va dinamik agent olamiz. Bu o'yinni sizlarga ko'rsata olmayman, chunki YouTube'da video 15 minutdan oshib ketadigan bo'lsa, meni videolarim qo'yilmoqda, shuning uchun videoni qisqa qilib keyin yutganimni qo'yaman, xohlasa. Yutganimda ko'rishguncha. Do'stlar, ham qiziqmang, futbol chiqib qoldi o'ynashga. Videolarimni ko'ramiz hali. Do'stlar, yutqazib qo'ydim. Hech qisi yo'q. Full tarkibga chiqsa hech kim gapirmaydi. Asosiysi keyin yutish kerak. Xolos. Turkiga yutqazdim, xolos, Turkiga. 2-0 Tottenham, Turkiga chiqib ketdi. Mana chiqsa yo'q, ha. Mana shu o'yinni yutamiz, xolos, bo'lmasa. Do'stlar, tabriklasanglar bo'ladi. Yutdim va mana buni berib olamiz. Da dinamik agent ochamiz. Hammamiz boshladik. Dinamik agent. Kim tushadi bilasizlar? Ispaniyadan yoki Fransiyalik Barkali tushsa yaxshi bo'lardi. Mana shunda. Shunaqa irimi bor, eshitganman-da. Ikkalasidan bittasi tushsa yaxshi bo'lar edi. Ketdi bo'lmasa. 1 2 3. Kim ekan? Ko'rsak. Qaysidir davlatlik ayollarga qo'shildi. 35-raqam. Egasi qizil agent. Shooting 91. Hujumchi. Syorlotmi? Aleksandr Syorlotmi? Nima deyiladi o'zi? Strategiya 89. Aleksandrmi yoki boshqami? Patrik Stik. Patrik Stik. Yaxshi hujumchi bu ham. Mayli, chiqsa yo'q. 187. Mana Patrik Stik tushdi bizga. Buni 4-2 qilsak bo'ladi. 4-2 qilib buni hujumga joylashtiramiz. Yildiz, Trossard, Palmerlar zaxirada joylashtirsak bo'ladi. Ivanidiskani mana Riyerson masu kim o'rniga qo'ysam bo'ladi? Sarri o'rniga. Mana do'stlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.